Bugungi kunimiz dangasalikni qanday qilib yengish haqida bo'ladi. Nimaga degan savolga men qisqa qilib javob beraman. Farqi yo'q qanaqa usul bilan shug'ullanyapsiz, farqi yo'q nimani o'rganyapsiz, farqi yo'q yoshingiz nechida, farqi yo'q kasbingiz qanaqa. Agar mabodo ishni keyinga qoldirgan bo'lsangiz va dangasi bo'lsangiz, qanaqadir yangilik qila olmaysiz, ya'ni o'zgara olmaysiz. Natija qila olmaysiz. Bu juda ham qiyin bo'ladi. Men sizga dunyodagi eng zo'r dietani yozib beraman, deylik, eng zo'r qanaqadir mushaklarni shug'ullantirish usulini yozib beraman deylik, misol uchun agar men fitness trener bo'lganimda, lekin siz dangasa bo'lsangiz, bu narsani qilmasangiz, natija ola olmaysiz. Natija ola olmaysiz, iloji yo'q. Xo'p, slayd topib chiqamiz. Xudo xolisa boshlaymiz. Qanday qilib dangasalikni butunlay yo'q qilib, ya'ni butunlay yengib, barcha maqsadlaringizga 10 barobar tezroq erishishingiz mumkin. Aynan shu haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, demak, bugun nimalarni ko'rib chiqamiz, nimalarni o'rganamiz. Abadiy pandemiya nimaligi haqida gaplashamiz. Ya'ni dangasalik o'z aslida olganda butun dunyoni damdan bosib olganligi haqida gaplashamiz. Miyamiz tabiati qanaqa ishlashini men tushuntirib beraman. Undan tashqari qanday qilib erkin tanlov muammosidan qutulish mumkinligini aytib beraman. Ya'ni erkin tanlov muammosi degani odatda bizni miya boshqaradi, biz ong boshqaradi deb o'ylaymiz, lekin odatda bizni miya boshqaradi. Men shu narsani qanday qilib uzib yuborish mumkinligi haqida gapirib beraman sizlarga va dangasalik yengish uchun 6 qadamli maxsus tizimni men sizlarga ko'rsatib beraman, tushuntirib beraman, doskaga yozaman, o'zimni кейsimni tushuntirib beraman, u tizimga qanday kelganimni aytib beraman. Undan keyin bugun sizlarga supermiya loyihamni onboardingini qilib beraman. Ya'ni supermiya loyihamga bugun yana qo'shilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi tashkiliy ayrim momentlar 30 soniya farq bo'ladi bizda, xudo xohlasa. Ya'ni men gapirishimdan keyin taxminan 30 soniyadan keyin sizlar bu narsani eshitasizlar. Jonli efir to'xtatilmaydi, zapis bo'lmaydi. Moderatorlar chat nazorat qilishadi. Imkon qadar master-klass davomiyligi, bugungi darsimiz davomiyligi 2,5 soat atrofida bo'ladi. 2-2,5 soat atrofida bo'ladi va meni Instagramda belgilashingiz mumkin bo'ladi. Men shu storiesizga kirib, like bosib qo'yaman shaxsan o'zim, xudo xohlasa. Xo'p, va jonli efir oxirigacha o'tirganlarga maxsus video darslik bor, sovg'a bor. Qanaqa sovg'a? Default mode network, ya'ni miyamizning default tizimini ishlash haqida maxsus video darslik tayyorlangan. Mana shu video darslikka dars oxirida yakunda olishingiz mumkin bo'ladi bugun. Xo'p, endi qaranglar. Asosiy masala qisqa tushuntirib o'tishim kerak mana shu narsani. Dangasalik bu fundamental muammo. Nima degani fundamental muammo degani? Istalgan, yana bir marta. Men juda ham ko'p ko'rganman. Men natija masalasini olsak, ko'pchilik aytadi, misol uchun intellekt, ya'ni insonning salohiyati natijaga ta'sir qiladi, to'ppa-to'g'ri ta'sir qiladi. Ammo men kuzatgan eng asosiy narsalardan biri, men oldimga shogirdlik 2018-yildan beri men dars o'taman, eslab qolish bo'yicha. Va oldimga shunaqa bolalar kelardi, ularning intellekti yuqori emas, o'rtachadan sal pastroq, sal sekinroq o'ylaydi, sekinroq fikrlaydi, sekinroq hazm qiladi men o'rgatgan narsalarimni. Ba'zi bolalar keladi, u bolalarda juda ham aqlli bolalar keladi, miyasi zo'r ishlaydi va u bolalar, shu aqlli bolalar juda ham tez hazm qiladi, tezda o'rganadi, birinchi natijani tez oladi. Lekin bular keyinchalik tashiydi yoki nimadir sababga qaraganda shug'ullanmay qo'yadi. Mana bu sal miyasi ishlamaydigan, sal sekinroq qabul qiladigan shug'ullanish davom etib, bundan aqlingizdan o'tib ketganini ko'p ko'rganman. Shuning uchun ahamiyat beringlar. Mana bu dunyo peshonasi qattiq, bitta nuqtaga to'xtamasdan urishni o'ziga odat qila oladigan, yana qayta takrorlashni odat qila oladigan, noqulaylikka qaramasdan, qiyinchilikka qaramasdan harakatni davom eta oladigan insonlar uchun ochiq. Juda ham ko'p yo'nalishlarda, misol uchun mana ba'zilar o'ylaydi, til o'rganish uchun qanaqadir geniy bo'lish kerak deydi. Yo'q, ishoninglar, men juda ham ko'p bir nechta til biladigan, qanaqadir poliglot deydi bunaqa insonlar, 5-6 ta til biladigan insonlarni taniyman. Men juda ham ko'p IELTS'ni 9-8,5 qilgan insonlarni taniyman. U ortiqcha aqlli insonlar emas, o'rtacha, hammamizga o'xshagan o'rtacha insonlar. Qanaqadir geniy emas ular. Ularning asosiy farqi boshqalarga qaraganda mehnat. Juda ham ko'p og'ir mehnat qilgan, uzoq yillar davomida. Tushunasizmi? Ya'ni yillar davomida mehnat qilgan, shuni hisobiga unda mana shu ko'nikma shakllanganda va shu deylik IELTS'dan qanaqadir yuqori ball olgan yoki qanchalar til o'rgangan va hokazo. Va bu tendensiya, ya'ni bu narsa, bu qoida hamma joyda kuzatiladi. Endi mana birinchi marta ko'rayotganlar, mabodo kecha avval kuni qatnashmagan bo'lsanglar, bir bosib yuboringlar, men o'zimni qisqa tanishtirib o'taman, keyin boshlaymiz darsimizni, xudo xolasa. Keyin ozgina shamollaganman.
Shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Aks turishi mumkin, yana boshqa bo'lishi mumkin. Bir bosib olinglar, birinchi marta ko'rayotgan bo'lsanglar. Rahmat. Tak, endi meni ismim Davronbek, familiyam Turdiyev. Yoshim 34, уже 35 ga kiraman. Bir necha oydan keyin Supermail loyihasining asoschisiman. Supermail loyihasi nima? Eslab qolish, diqqatni rivojlantirish, qo'pol qilib aytganda miyaga tegishli hamma qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha loyiha. Va bu loyiha mnemonika asosida qurilgan. Ya'ni bu sport turi bor shunaqa, mnemonika degan shaxmatga o'xshaydi. Ya'ni qanaqadir havodan nimalarni tasavvur qilish, qanaqadir mo'jiza haqida gap ketmayapti, prosta mehnat, xuddi til o'rganishga o'xshaydi. Va bu loyihada oxirgi 5 yil ichida 50 mingtadan ko'proq odam o'qidi. Undan tashqari 8 yildan beri dars beraman. 2018-yilda Neyron degan o'quv markazida o'qituvchilik qilishni boshlaganman. Mana shu aynan eslab qolish bo'yicha 3 ta kitob yozdim shu paytgacha. Ikkitasi eslab qolish bo'yicha, bittasi defaultizm haqida, hammasi miya haqida. 13 yildan beri o'zim shug'ullanaman bu ish bilan. 2013-yil may oyida boshlaganman. Ya'ni mana shu yil may oyida 13 yil bo'ladi, xudo xolisa. O'zbekiston Nema sport federatsiyasi rahbari va asoschisiman. Ya'ni O'zbekiston eslab qolish federatsiyasi. Biz federatsiyada musobaqalar o'tkazamiz, jahon chempionatiga bolalarni olib boramiz eslab qolish bo'yicha va eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordini o'rnatganman 2018-yilda. Turli xil juda ko'p shogirdlarim bor, rekordsmenlar bor, kimdir qayergadir o'qishga kirgan, boshqa narsa bo'lgan. Ular ham ko'p, xudo xolisa bilan qisqa tanishtirib o'tishim mumkin keyinchalik. No, masala nimada? Biz beradigan metodikalar hammasi ishlaydigan metodikalar. Ya'ni ular ishlaydi, faqatgina mehnat qilish kerak, olib ishlatish kerak. Xo'p, endi 2018-yil 14-fevral 3250 ta raqamni eslab qolganman va Rossiya rekordini o'rnatganman o'shanda, Yamago degan shouda. Bunga ham уже mana 8 yil bo'ldi, xudo xolisa. Bu narsani ko'rgan insonlar ko'pchilik qanaqadir talant yoki bu narsa qobiliyat yoki bu va hokazo, bu faqatgina mehnat, faqatgina trenirovka, qanaqadir qobiliyat, ortiqcha talant, boshqa narsa emas. Yo'q, aslo. Men sizlarga bu narsani aniq ayta olaman. Faqatgina, misol uchun, mana qanaqadir talantim bo'ladigan bo'lsa, mana bitta talantim bor. Men talantim, mana intizomim bo'lsa kerak. Ya'ni bitta ishni orada uzilib bo'lsa ham, intensivlik pasayib bo'lsa ham, u bo'lsa ham, bu bo'lsa ham, bari oxirgacha yetkazib qilish odatim bor. Mana shu talant deb aytadigan bo'lsak, ha, bo'lishi mumkin, lekin ortiqcha qanaqadir xotiram kuchli yoki boshqa narsa emas. Unaqa emas. Bilaman, shunaqa tuyulishi mumkin. Menga ham shunaqa tuyulgan. Boshida shunaqa katta hajmdagi insonlarni eslab ko'rganimda o'ylaganman, bular katta ehtimol bilan talantli bo'lsa kerak deb. Yo'q, aslo yo'q, unaqa emas, ishoninglar. Xo'p, endi dunyodagi eng asosiy ko'nikma nima? Dunyodagi eng asosiy ko'nikma nima? Ya'ni dunyodagi eng asosiy qobiliyat nima? Mana shu savolga javob ishoning oxirgi bir necha ming yildan beri o'zgargani yo'q. Hozirgi kunda xususan mana sun'iy intellekt paydo bo'ldi, to'g'rimi? Shaxsan men sun'iy intellektni bir necha yil oldin fantastika deb o'ylar edim. Hozirgi kunda men telefonimda bor sun'iy intellekt. LLM modellar paydo bo'ldi, agentlar paydo bo'ldi hozirgi kunda, bilasizlar. O'zini ishini bajaruvchi qanaqadir sistemalar paydo bo'ldi va men sizlarga bitta narsani aniq ayta olaman. Hozirgi kunda mana shu men aytib o'tadigan ko'nikma undan ham aktual. Nima degani? Qaysi ko'nikma haqida gap ketyapti? Bu ko'nikma tez o'rganish ko'nikmasi. Ya'ni nimanidir tezroq o'rganish ko'nikmasi. Chunki zamon o'zgaryapti. Har oy nimadir yangilik chiqyapti. Endi nimadir o'rganaman deysiz, yana nimadir chiqib keladi. Bu to'xtamasdan o'zgaryapti. Hamma narsa to'xtamasdan, texnologiyalar o'zgaryapti va hokazo. Shuning uchun o'zingizda rivojlantirishingiz, shakllantirinishingiz mumkin bo'lgan eng asosiy ko'nikma, ishoninglar, bu tez o'rganish ko'nikmasi. Va mana shu narsani men o'zim uchun ancha yillar oldin tushunganman. O'ylaganman, demak nimadir tezroq o'rgana olsam, men qolgan insonlardan sal kuchliroq bo'laman, sal bir karra ustunroq bo'laman. Deylik, mana misol uchun yoshim 34 da, bizda O'zbekistonda 34 kirgan odamlar men qaradim, nimadir o'rgana olmayman deydi. Men deyarli juda ham bo'ldimi, yaxshimi hammasi yigitlar? Bu va hokazo, ya'ni tez o'zgaradigan dunyoda tez o'rgana olish qobiliyati eng asosiy qobiliyat hisoblanadi. Mana shu narsani eslab qoling. Endi bitta muammo bor. Qanaqa muammo? Mana shu muammo bilan men peshonam bilan urilganman bu muammoga. Vaqtida eslab qolishni o'zimda rivojlantirish boshlaganimda, shug'ullanishni boshlaganimda juda qattiq pand yeganman.
juda qattiq pand yeganman. Aniq bilaman, hammanglar shu pandni yegansizlar. Hammanglarda bo'lgan bu narsa. Любой nafas olib turgan tirik insonda bu narsa bor va bu narsa bo'lgan. Va qanaqa pand? Bu zerikish. Juda kuchli zerikish. Eslab qolishni o'rganish juda ham zerikarli. Menda mana bunaqa rikolli bo'lardi. Mana kecha ham ko'rsatdim. Mana bunaqa tarqatmalar bo'lardi. Endi bu yerda sal kamroq, menda bir list raqamlar bo'lardi. Mana bunaqa keyingi listda kattanglar bo'lardi. Har kun ertalab turib, men shug'ullanardim. Men undan tashqari ertalab yugurardim bu paytda. Ertalab turib yugurib kelib, dush qabul qilgandan keyin men mana shu ishni qilardim, shug'ullanardim. Ya'ni trenovka qilardim, eslab qolardim qanchadir ham raqam, shu 5 daqiqa ichida eslab qolardim. Undan keyin men to'ldirardim. To'ldirib solishtirardim. Qanchasida adashdim, qanchasida adashmadim. Miyamni maksimal o'rgatishga harakat qilardim, aniq eslab qolishga. Misol uchun deylik, mana bir qatorda 40 tadan bo'ladi. Bu standart shug'ullanish uchun aniq qilib hisoblanadi, tarqatmalar. Deylik, men eslab qoldimda bittasida adashdim. Bir donaga raqamni adashsam yozayotganda men butun bitta qatorni kuydirib tashardim. Hisobga olmasdim. Shuni hisobiga miyam juda aniq eslab qolishni o'rgangan. Men shunaqa qilib o'zimni qiynardimda, o'rganardim. Shu jarayonda men bitta narsaga duch keldim. Har kun bir xil narsa ezvordi. Har kun bir xil narsa qiyin kelmayapti va hokazo. Men aniq ayta olaman, mana ekranni ham yoqib beringlar. Men aniq ayta olaman, til o'rganish ham xuddi shunaqa. Misol uchun, ingliz tilini o'rganasizmi, xitoy tilini o'rganasizmi, arab tilini o'rganasizmi, umuman hech qanaqa farqi yo'q. Bir xil. Ya'ni bir xil har qanaqa o'rganish jarayoni mana shu bosqichlardan o'tadi. Qarab turinglar. Birinchi bosqich bu ma'lumot. Ya'ni men misol uchun mana 2013-yil mana til o'rganasizmi, nimadir yodlaysizmi, qayergadir o'qishga kirmoqchimisiz, o'zingizni o'zgartirmoqchimisiz, nimadir yangi kasb egallamoqchimisiz, sun'iy intellektni o'rganmoqchimisiz, farqi yo'q, mana shu bosqichlardan o'tasiz. Birinchi bosqich bu ma'lumot. Ma'lumot, ya'ni ma'lumot deganda men qilib qo'ya qolay, tushunarliroq bo'ladi. Ma'lumot deganda nima nazarda tutilyapti? Misol uchun mana eslab qolishni o'rganmoqchiman. Eslab qolishni o'rganmoqchimanda, men o'shanda qo'limga bitta kitob olib o'qiganman, shu yerda bor ham shu kitob adashmasam, mana shu kitob. Mana Fenomenal xotira degan kitob. Stanislav Matveyev kitobi. Mana shu xuddi mana shu kitobdan boshlangan. Birinchi o'sha более-менее takoy, nima deydi? Kuchliroq texnikalarni ishlatishim shundan boshlangan. Va o'qiganman. Endi mana shu kitobni men sizlarga berdim deylik. Siz o'qidingiz. O'qidingizda nimadir o'rgandingiz, misol uchun. Nimadirlarni o'rgandingiz. O'rganganingizdan so'ng ya'ni birinchi etap o'rganish. O'rganish juda ham tez. Misol uchun xorijiy so'zlarni eslab qolishdan 5 minutlik vaqtda, 5 minut vaqt oladi. Raqamlarni eslab qolish 5 minut vaqt oladi. Men misol uchun o'zimni rekordimni qanday o'rnatganimni sizga tushuntirib berishim uchun va siz ham shu narsani qilishingiz uchun примерно bir 5-10 minut vaqt ketadi. Undan ko'p vaqt ketmaydi, ishoning. Ya'ni ma'lumotni o'zi, quruq ma'lumotni o'zi 5 minut haligi bo'ladi. Lekin bundan hech qanaqa foyda yo'q ko'pincha. Va ma'lumotni olganingizdan keyin odatda ikkinchi bosqich keladi. Bu takrorlash. Slayd olib chiqinglar. Takrorlash. Ya'ni takrorlash degani nima degani? Men ma'lumotni o'rgandim. Takrorlash, ya'ni men ma'lumotni o'rgandim nimadir. Kimdir misol uchun sizga qaysidir teacher aytdi, mana bunday qilasam, ingliz tilini bunday qilib shug'ullantirasan dedi. Okey dedi. Yoki deylik, YouTube'dagi qaysidir videoni ko'rdingizda, haligi YouTube videodan siz o'rgandingiz, misol uchun qanday qilib kitob o'qisa bo'ladi, qanday qilib til o'rgansa bo'ladi, qanday qilib o'qisa bo'ladi, qanday qilib o'qisa bo'ladi. Undan keyin haligini oldingiz, mana bu yerga ma'lumotni oldingiz va o'sha ma'lumotni takrorlaysiz. Ya'ni qilib ko'rasiz, bajarib ko'rasiz. Tushunibsizlarmi? Bajarib ko'rasizlar. Mana shu zonada ko'pchilik qolib ketadi. Men deyta bir 90% inson ma'lumotdan yo'g'i o'tmaydi, aniq ayta olaman. Prosta bilib olishadi. Okey, men bilar ekanman, shunaqa ekan deyshadi. Bilish bilan qilish farqi juda katta. Misol uchun, har kun ertalab men seminarlarga borganimda men bolalardan so'rayman, ishtirokchilardan. Har kun ertalab turib badan tarbiya qilish foydalimi desam, hamma ha deydi. Qanday qo'l ko'taringlar, kim foydali deb o'ylaysam, butun zal ko'taradi. Kim har kun ertalab turib badan tarbiya qiladi desam, hech kim ko'tarmaydi deyarli. Bitta qo'l turadi. Ya'ni bilishadi u narsa foydaliligini, bilishadi shu narsani qilish kerakligini, lekin qilishadimi? Yo'q, qilishmaydi. Tushunibsizlarmi? Shuning uchun men nimanidir bildim degani, mana ko'pchilik menga ham deylik, misol uchun kursda qatnashsa ham, boshqa qilsa ham, men qadar yangilik bilib olmoqchiman deydi. Men yangilik bilgani uchun, yangilik bilish uchun Google bor, yangilik bilish uchun sun'iy intellekt bor. Yangilikni bilib olish katta ish emas.
Hech narsani hal qilmaydi u narsa. Hal qiladigan zona mana bu yerda boshlanadi. Hozir ko'rsataman. Ya'ni birinchi masala nimadir bilib olish. Men sizlarga bugun deylik nimadir o'rgataman. O'shanda o'zim ham shug'ullanishni boshlaganimda men bilib olganman. Mana bunaqa ekan. Eslab qolish texnikalari mana bunaqa ekan. Keyin shug'ullanishni boshlaganman. Takrorlashni boshlaganman, shug'ullanishni boshlaganman. Undan keyin, ya'ni mashq qilishni boshlaganingizdan keyin qani yigitlar? Mashq qilishni boshlaganingizdan keyin mana bu. Qaranglar mana. Xo'p, mashq qilishni boshlaganingizdan keyin anglash etapi keladi. Qarab turinglar, ya'ni takrorlash. Men bir narsani bildim. Ma'lumot bo'ldi menda. Men u narsani takrorladim. Ekranga olib chiqaylik, takrorlaganingizdan keyin anglash etapi keladi. Anglash etapi nima degani? Anglash etapi degani, men nimadir qildim, bajardimda va menda qanaqadir shakllar, mana misol uchun ma'lumotni olish uchun deylik 5 minut, 10 minut vaqt kerak bo'lsa, takrorlash uchun tam plus minus 1 haftacha shug'ullanganingizdan keyin sizda anglash paydo bo'lishni boshlaydi. Mana bunda qishlar ekan, buni qishlar ekan deysiz. Keyingi masala, keyingi etap bu ko'nikma shakllanish. Ko'nikma. Endi ko'nikma nima degani? Ko'nikma degani nima degani? Ko'nikma degani nimanidir avtomatik tarzda bajara olish degani. Nimanidir avtomatik tarzda bajara olish degani. Ya'ni, mana ma'lumotni oldim men. Uni takrorladim, qaytardim. Vроде бы tushundim nimanidir. Yana mana shu takrorladim, nimadir tushundim, tushundim. Mana bu joyda ozgina qolasizda, qanchadan vaqt o'tgandan keyin sizda ko'nikma paydo bo'ladi. Endi ko'nikma nima degani? Ko'nikma nimadir avtomatik bajarish degani. Ya'ni xotirjam bajara olishingiz ko'nikma deyiladi. Endi qarang. Misol uchun, xorijiy tilda ravon gapira olish. Dadam ingliz tilini o'rganyapsiz. Sizga ustoz aytdi, men buni qil dedi. Keyin siz uni qilib ko'rdingiz, tushundingiz. 1 yil vaqtdan keyin siz deylik, uje bemalol gaplasha olyapsiz ingliz tilida. Misol uchun, ravon gaplasha olyapsiz, qiynalmasdan gaplasha olyapsiz. Bu uje ko'nikma. Yoki deylik, super katta tezlikda nimadir eslab qolish. Bu ham ko'nikma. Juda ham katta tezlikda ma'lumotni eslab qolish, juda ham katta tezlikda eslab qolish xatosiz. Bu ham ko'nikma. Mana shu yo'ldan hamma o'tadi. Bu yo'l zerikarli va bu yo'ldagi eng katta dushmaningiz dangasalik. Menga juda qiyin bo'lgan, kimdir agar oson bo'lgan bunga yoki deylik, qanaqadir bemalol o'tib ketgan bu yo'lni deb o'ylaydigan bo'lsanglar, ishoninglar, adashasizlar. O'zim bilaman ichimdan nima o'tgan va qanaqa qurbonliklarga majbur bo'lganman. Men mana shu ko'nikmani o'zimda shakllantirish uchun qancha narsadan men kechganman, qancha narsadan voz kechganman, qancha joyga bormaganman, qancha vaqtimni boshqa narsaga sarflamaganman-da, mana shu joyga o'zim vaqtimni urganman. Oqibatda mana shu ko'nikmani o'zimda shakllantira olganman. Ya'ni katta tezlikda, katta hajmdagi ma'lumotni eslab qolish. Endi qanday qilib bu muammoni yechganman? Mana qarab turaylik. 2016-yil men birinchi mnemonik tizimimni tuzishni boshlaganman. Ya'ni 2013-yilda men eslab qolish bilan shug'ullanganman. 2016-yilda tizim tuzganman. Tizimning nomi Millennium. Juda ham yoki deylik Ben System deydi bu tizimni ba'zida. Juda ham katta tizim. Mana shu joyda men kichkinagina motivatsiya berib o'taman sizlarga. Men bu ishni boshlaganimda, ya'ni eslab qolish boshlaganimda hech qanaqa ma'lumot yo'q edi. Xususan o'zbek tilida, rus tilida bor edi. Professional emas ma'lumot, yaxshi ma'lumot bo'lmagan. Va men majbur bo'lganman ingliz tilida shu Ben System degan sistemani olganman-da, 1000 ta ilaqasidan iborat u. 1000 ta turli xil obrazlardan iborat, 1000 ta inglizcha so'zlardan. O'shani ingliz tilida tuzganman. Forumga kirganman. O'sha paytda Art of Memory degan forum bo'lar edi. Forumga kirib inglizcha yozishib o'tdagi ishtirokchilar bilan nimadir qilib tushunib olib, kerakli narsani o'zimga olib turib qilganman. Ko'pchilik, masalan, qanaqadir kitob tavsiya qilsam, o'zbek tilida yo'qmi? O'qiy olmas ekanman deydi. To'xta, sun'iy intellekt bor. Internet arzon hozir. Masalan, men davrimda internet topish, masalan, men uchun juda katta muammo bo'lgan. Biz internet kafelar bo'lardi. Borib soat bay to'lab, nimadir chiqarib olardik, YouTube'da video ko'chirib olardik, flashkaga. Nimaga? Keyin ko'rish uchun, o'sha joy o'zida ko'rmaslik uchun, pul ketmaslik uchun. Hozir bu muammo yo'q, katta ehtimol. Keyingi masala, mana o'zingizga baryer to'sib qo'yishingiz kerak emas-da. O'sha payt qiynalganman, realni sistemani tuzishim kerak, men xotiramni rivojlantirishim kerak. Jarayonda bitta algoritm tug'ilgan. Shu algoritm bilan sizlarni bugun tanishtiraman. Dangasani yengish algoritmi, men ishlayotgan algoritm. Menga o'sha payt zo'r yordam bergan. Men mana shu sistemani tuzishni boshlaganman.
tuzganman, kechalar bilan o'tirib nimadir yozib, ba'zi og'aynilarim jinnib qolibsan deb o'ylagan. Bitta og'aynim aytgan, o'g'il, yoshing 27 da nimalarni chizib yozib yuribsan, undan ko'ra uylansang ham bo'lmaydimi, undan ko'ra o'qisang ham bo'lmaydimi, bu qilsang ham bo'lmaydimi? Juda ham ko'p mana shunaqa ajoyib narsalar bo'lganda, lekin men baribir davom ettirganman va sistema nomi Millennium yoki Ben sistemasi deydi. Ben Pridmer degan odam o'ylab topgan bu sistemani. Men shu narsani tuzishni boshlaganman. 1 yil davomida Xudoning bergan har kuni eslab qolish tizimi ustida ishlaganman. Har kun. Tushunarsiz bo'lgan, qiyin bo'lgan, bir kishidan bir narsa so'rab ham bo'lmaydi. U payt O'zbekistonda hech kim shug'ullanmaydi bu narsa bilan. Facebookda kirib, qaysidir o chet elliklar, qanaqadir mongollar bir narsalarga yozganman inglizchadan. Ulardan olganman qanaqadir insightlar. 1 yil sistemani o'ziga 1 yil o'ldirganman. Har kun 365 kun bo'lsa 1 yil ichida 365 kun uzilmagan-da. Tushunasizlarmi? Ya'ni tam 1 kun orada qolib ketgan emas. 1 kun. Tam bayram, tuda-suda 1 kun qolib ketmagan. Qanday bu narsani qilish mumkinligini men o'shanda meni miyam zo'r chaqqan. Men sizlarga kakras bugun o'rgataman. Umuman kun qoldirmasdan mehnat qilish mumkin, haqiqatan ham. Va bu ko'nikma, ya'ni buni shakllantirsangiz bo'ladi. Va bu jarayon men uchun juda ham qiyin kechgan. Ya'ni eslab qolishni butunlay yig'ishtirish hayolimga ham kelgan orada. O'ylaganman, davromcha qiynalasan deganman. Diplomingni olding 2016-yil. Men 15 ta bitirganman universitetimni. Ishga kirib pul qilsa ham bo'lmaydimi? Va shu narsani atrofimdagilar menga tavsiya qilgan, lekin baribir nimagadir men tashlamaganman, xohlaganman men shu narsani davom ettirishni, ya'ni haqiqatan ham kuchli eslab qoluvchi bo'lishni va ikkita asosiy narsani anglaganman. Qarab turinglar, nima ideya kelgan meni hayolimga. Shu 6 qadamli algoritmga olib kelgan ideya. Birinchisi, har qanaqa narsani o'rganish uchun bardavom mashq qilib turish kerak. Bu narsani bildik va bu narsani gaplashdik. Ya'ni bardavom mashq qilaversangiz o'rganasiz. Boshqa hech qanaqa yo'li yo'q shu narsani o'rganishni. Ikkinchisi, bardavom mashqning eng katta dushmani bu dangasalik. Dangasalik qilgisi kelmaydi, keyinga qoldirgisi keladi. Tashib yuborgisi keladi. Men o'ylaganman o'sha paytda menda qanaqadir nuqson bor. To'g'risi men o'zimga nisbatan juda ham nima deydi? Juda ham qattiq qo'l edim. Ya'ni o'ylardim, Davron sen shunaqa dangasasan. Senda bor bu narsa. Boshqa insonlarda bu narsa yo'q degan fikr bor edi menda. Bilsam hammada bir xil ekan, hammada bir go'r ekan. Hamma odamlar, butun dunyodagi hamma men tanishgan, ko'rgan, bilgan, puli bor, puli yo'q, luboy inson u yoki bu ko'rinishda dangasalikka duch kelar ekan. Men shuni o'ylaganman. Ya'ni hamma dangasaligini tushunganman. O'sha jarayonda men insonni dangasaligining tabiatini o'rganishni boshlaganman. Nima uchun inson o'zi dangasa? Qayerdan kelib chiqqan bu narsa? Nima sabab men yashayapman, men til o'rganmoqchiman yoki biznes so'rab nimadir o'rganmoqchiman. Nimaga dangasalik qilaman? Men uchun foydali narsa-ku. Dangasalik nima deydi? Mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa-da. Dangasalik o'zimizga ziyon narsa-da, lekin baribir shunaqa qilaveramiz. Mana shu fikr kelgan menga, men uni tabiatini o'rganmoqchi bo'lganman, ilmiy nuqtai nazardan. Va bitta narsani duch kelganman, dangasalik va prokrastinatsiya ikkitasi boshqa-boshqaligini tushunganman. Ya'ni dangasalik bu ishni qilishga xohish yo'qligi, ya'ni dangasalik bu men qilgim kelmayapti. Ingliz tili bilan shug'ullangim kelmayapti va dangasalik bitta boshqa turi bor ekan. Bu turning nomi prokrastinatsiya. Prokrastinatsiya bu o'sha ishni keyinga qoldirish. Ya'ni o'zimni aldab, men o'zimga o'zim aytaman, to'xta men keyin qilaman. To'xtaman keyin, misol uchun mana dushanba. Men bunaqa insonlarni dushanbichilar deyman. Ya'ni dushanbichilar degani nima degani? Qaranglar. Misol uchun bugun bizda Xudo xohlasa juma, to'g'rimi? Juma, haftaning 5-kuni. Qaranglar, haftada 7 kun bor o'zi, jami. Haftada 7 kun bor. 2 kun shanba, yakshanba выходной hisoblanadi, ya'ni dam olish kunlari. Va deylik, men bugun juma kuni mana sizga nimadir o'rgatyapman. Hozir bugun men buni qil, buni qil deb o'rgatyapman. Tasavvur qiling, men sizga nimadir o'rgatyapman, til o'rganish bo'yicha, misol uchun. Mana shunday o'rgatdim. Sizni hayolingiz qanaqa ishlaydi? Ko'pchilik bitta siz emas, ko'pchilik hayoli qanaqa ishlaydi? Ertaga shanba men dam olaman, shanbadan nima deydi, kunim yarim ishlayman. Keyin ertaga choyxonam bor, nimamdir bor. Shanba kechqurun men dam olaman, oilam bilan ko'rishaman. Nimaga yakshanba dam olaman? Dushanbadan boshlab oling. Luboy mana shu kunda nimadir o'rgansangiz, keyingi dushanbaga tashlaverasiz. Mana shu prokrastinatsiya.
Mana shu prokrastinatsiya. Dushanbadan dushanbaga uchaveradi, dushanbadan dushanbaga uchaveradi. Hamma narsani hamma dushanba kuni boshlaydi. Men bunaqa insonlar dushanbachilar deyman. Va bunaqa odamlar juda ham ko'p. Tashaveradi. Hech boshlolmaydi. Bu narsani juda katta muammoligini anglaganman o'shanda. Va bir nechta usulni bitta joyga yiqqanman, o'zim uchun tizim qilganman. O'zim uchun o'sha dangasalar yengish tizimini qilganman. Aynan shu tizim tufayli men juda ham yaxshi natijalarga erishganman deb hisoblayman, eslab qolishdi. Unaqada davno tashlab yuborardim. Ya'ni men aynan shu tizim tufayli mashg'ulotlarni umuman qoldirmasdan bajarishni boshladim. Nima bo'lishidan qat'iy nazar har kun bajarilardi hamma ish. Nima qatta bo'lishimdan qat'iy nazar. Tam komandirovkaga ketdim ish bo'yicha, shu paytda maktabda ishlardim. Yoki deylik do'konda o'tiribmanmi, sotuvchilik qilib kechqurunda farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men o'shanda rosa shu ish narsani tashlamasdim. Keyingi tushungan narsam, mana shu tizimni joriy qilganimdan keyin siz ham bu narsani his qilasiz. To'planish effektini his qildim men. Nima degani to'planish effekti? Bu degani mayda mehnatning kuchi juda ham kattaligini men his qildim. Shug'ullandim. Vaqti kuniga ozgina shug'ullanyapman-da, bir kun ertalab tursam dahshat natijalar. Hayron qolganman. Men o'zim uchun o'ziga sezilmaydi. Mehnat qilib borasizda, masalan, til o'rganishda ham shunaqada. Har kun ozgina speaking qilasiz, 10 minut, 15 minut. Har kun ozgina so'z yodlaysiz, qanaqadir grammatikadan qoidalar bajarasiz, bu qilasiz. Ozgina yarim soat, 1 soat, bir yildan keyin gapirishni boshlaysiz. O'ziga ko'rinmaydi, yana bir marta. Lekin mana shu narsani to'planish effekti, nakopительный effekt deydi bu narsa. To'planib, bitta yoriladi, sindirib tashlaydi. Va OK platforma degan narsani tushunib oldim nimaligini. Bu psixologik juda ham qiyin holat. OK platforma degani, bu degani siz umuman o'zgarmaysiz. Menda juda ham og'ir OK platforma bo'lgan bir marta shu shug'ullanish jarayonimda. Mana shu tizimda, shu 6 ta qadamdan iborat tizimni ichiga bitta narsani joriy qilib ketganman. Sizlarga aytib beraman buni ham bugun. Menda qanaqa bo'lgan? 10 oy men har kun raqam yodlardim. Yaxshi ko'rardim raqam yodlash. 10 oy bittaga ko'paymagan raqam, bittaga. Tasavvur qiling, har kun ertalab, kechqurun trenovka, ertalab, kechqurun trenovka, har kun ertalab turaman, trenovka qilaman, kechqurun yotishdan oldin shug'ullanaman, ertalab turaman, trenovka qilaman, kechqurun yotishdan oldin shug'ullanaman. 10 oy natija bir xil turibdi-da. Umuman o'smaydi. Odam motivatsiyasi so'nib, yo'qib ketish kerak-da, o'zi aslini olganda. Umuman joyimdan ham jilmayapman, lekin men keyinchalik bu narsani tushundimki, bu illyuziya. Jilmaydiganday tuyular ekansiz. Chunki bir kun kelib ishdan kelganimda birdaniga o'sib ketib qolgan. Mana birdaniga undan oldin yodlagan hajmimdan ko'proq yodlashni boshladim. Shu bilan qaytib orqaga qaytmadim ham. Shu bilan уже kattalashib ketdi hamma narsa. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, natijalar asta-sekin o'sadi deb o'ylaydi. Mana natijalar o'sish diagrammasi odamlarning hayolida mana bunaqa. Mana misol uchun mana bunaqa o'sadi deb o'ylaydi natija. Bunday o'sadi deb o'ylaydi natija. Ya'ni sekin o'sadi deb o'ylaydi. Natija unaqa o'smaydi, natija mana bunaqa o'sadi. Bo'ladi, bitta o'sib ketib qoladi. Odatda shunaqa. Mana ozgina boshda o'sasiz, shu bilan keyin juda uzoq muddat mobaynida o'zingizga hech narsa bilinmaydi. Chut hech narsa o'zgarmayaptimi deysiz. Mana shu joyda odamlar sinib ketadi, tashiydi hammasi. Menda o'zgarish bo'lmayapti deydi, tashiydi. Eng katta illyuziya, hayotingizda eng katta yolg'on shu matritsa mana shu zona. Natija bo'lmayapti deb o'ylash, mehnat qilish jarayonida. Va bu shunaqa tuyuladi. Bu miyani tabiati shunaqa, o'zgarish jarayoni shunaqa. Men juda og'ir bo'lgan, ya'ni 10 oy 0 bo'lgan natija, 0 bo'lgan. Bir sekundga o'smagan hech narsa bor. Bir kun shunaqa kechqurun keldim. Har damgina mashq qilyapman, faqat o'sib beryapti. Bu qaytib tushgani yo'q. Dash o'sib ketdi. Mana shu zonadan o'tib ketish juda ham muhim. Shuni ham sizlarga xudo xolisa bugun o'rgataman, chunki mana shu joyda odam sinadi. Psixologik sinasiz, shu bilan qolib ketasiz. Va xotiram oddiydan, ya'ni mana xotiram oddiy, o'rtacha xotiramdan birdaniga o'ta kuchli ketib qolgan. Ya'ni har holda menga shunaqa tuyulgan. Ko'pchilik yana bir marta mana til o'rganayotgan bo'lsangiz, boshqa narsa qilayotgan bo'lsangiz va sizda o'zgarish bo'lmayotgandek tuyulayotgan bo'lsa, ishoning bu illyuziya, bu juda katta yolg'on. Mana shu joyda tashlash kerak emas. Mana shu joy ozgina qoldi degani ko'pincha. Mana shunaqa narsa tuyulyaptimi sizga? Chot o'zgarmayapman, rosa mehnat qilsam ham deb tuyulyaptimi? Ishoning sal qoldi.
sal qoldi haligi baryer sinishiga ozgina qolgan bo'ladi. Bu juda ham og'ir psixologik holat va bu holatdan o'tib ketish uchun men o'zim uchun tizim qo'yib olganman. Va menga dangasalikka qarshi yordam shu qurgan tizimim yordam bergan. Shu tizimni sizlarga bugun xudo xolisa tanishtirib o'taman. Qarab turinglar. Demak, dangasalik yengishga yordam beradigan 6 ta qadamli tizim. Birinchi qadamimizda dangasalik darajasini aniqlash. Men bu darajalar bilan bir paytlar bitta kitobda tanishib qolganman. Maksim Dorofeyev degan avtor, muallif kitobi bor. Как dangasalik ishkingga qoldirish haqida zo'r kitob. Va u yerda qarasam turli xil darajalar bor ekan. O'ylaganman, demak darajamni aniqlashim kerak. Shu darajamga qarab men o'zim harakat qilaman. Bugun o'zingiz darajangizni aniqlab olsangiz bo'ladi. Keyin miyamiz bo'shatish, men miyamni bo'shatishni o'rganganman. Miyamiz bo'shatmasak, ortiqcha fikrlar juda ham ko'p energiya oladi. Ortiqcha fikrlar juda ham to'xtatadi harakatlarimizni. Kecha ham men tushuntirdim. Masalan, meni sohamda juda ham qiyin bitta zona bor. Odamlar kerakli ishni qilish o'rniga o'zini fikrini o'ylab o'tiradi. Bu juda ham qiyin bunaqa insonlar bilan ishlash. Men bunaqa insondan natija past bo'ladi deb hisoblayman. Любой yo'nalishda. Masalan, men buni qilish kerak, u o'ylab o'tiribdi. Bo'larmikin, bo'lmasmikin, o'xsharmikin, o'xshamasmikin? Hech narsani o'ylamasdan prosta qiladigan inson natijaga boradi, tezda boradi. Xo'p, keyingi masala mindset va uni to'g'irlash. Mindset eng muhim narsa, bilib olinglar. Hayotinglardagi eng bo'lishi mumkin bo'lgan eng muhim narsa bu mindset hisoblanadi. Men o'zimni mindsetim ustida ancha ishlaganman. Nimaga men ishlagan? Qaranglar, bitta masalani tushuninglar-da. Aynan sizni кейsingizni oladigan hammada har xil-ku. Masalan, menda har xil, sizda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Yoshimiz har xil bizda, to'g'rimi? Kimdir mendan katta, kimdir mendan kichkina. Masala nimada? Shaxsan meni кейsimda hamma qilingan ishlar, mana shu hamma jarayonlar natija uchun bo'lgan. To есть menda bitta muayyan maqsad bo'lgan. Menga shunga oson bo'lgan deb o'ylayman. Shuning uchun sizlarga ham shu narsani men aytib o'tyapman. Ya'ni qanaqadir maqsadim bo'lgan, men shu narsani qilaman deganman. Jarayonda men shu qadamlar, qanaqadir texnikal usullarni topib borganman. Tushunasizlarmi? Ya'ni bu usul men o'zimni rivojlantirish uchun nimadir qilmaganman hech qachon. Men nimagadir erishish uchun o'zimni rivojlantirganman. Bu ikkita har xil narsa. Xo'p, keyin tashqi xotira nimaligini aytib beraman. 4-qadam, 5-qadam minimal reja qoidasi eng zo'r qoidalardan biri. Minimal reja qoidasi hayotingizni qutqarib qolishi mumkin. Men shu oshirib gapirmayman. Qiziq, haqiqatan ham hayotingizni burilish nuqtasi bo'lib berishi mumkin bo'lgan narsa mana shu minimal reja qoidasi hisoblanadi va 4% qoidasi. 4% qoidasi mana shu stagnatsiyadan, ya'ni o'smay qolishdan butunlay chiqib ketish uchun sizga keyinchalik xudo xohlasa kerak bo'ladi. Juda ham muhim narsa bu. Xo'p, endi tayyor bo'lsanglar, plus bosib yuborsanglar Zuhriddin T8 menimcha chiqib ketib boshqa ish bilan shug'ullanganingiz yaxshi. Adashib kirdingiz menimcha bu yerga. Katta ehtimol. Plus bosib yuborsanglar. Tugadimi? Tuga. Xo'p, lan. Endi boshlaymiz. Birinchi qadam dangasalik darajalari. Qaranglar. Dangasalik darajalari masalasi juda ham muhim va o'zingizni darajangizni taxminan tushunib olishingiz kerak. O'zi darajangiz qanaqa? Qaysi darajadasiz? Qarang. 5 ta daraja bor. Dangasalik darajalarining 5 tasi bor. Birinchi va eng yomoni bu voydod darajasi. Ikkinchi va yomoni, lekin ko'pchilik, 90% insonda bori, bu yana kimdir bor darajasi. Hozir tushuntirib beraman, darajalarni farqlab beraman. 3-daraja, bo'limen yaxshi daraja, bu yerda men boshlig'man degan daraja. Ongli hayot darajasi bu 4-daraja va 5-daraja bu super odam darajasi. Endi nima farqi bor bu darajalar? Qaranglar. Voydod darajasi. Birinchi darajada siqilish juda kuchli bo'ladi. Ya'ni ishlaringizga ulgurmayapsiz, maqsadlaringiz qolib ketyapti, hamma joy bardak, bilmaysiz nima qilishni, va hokazo. Ya'ni sizda qanaqadir shoshilinch hissi bor, siqilib yotibsiz, qiynalib yotibsiz. Mana shu birinchi daraja hisoblanadi. Va birinchi darajaning ikkinchi belgisi bu shoshilinch hissi. Shoshilaverasiz. Misol uchun hozir mana bir kishi yozdi-yu, qisqartirish iloji bormi, kontekstga olib kirmasda, men o'shanga tavsiya bera qoldim. Undan ko'ra qisqaroq narsa ko'rganingiz yaxshi, tipi vaynlarga o'xshagan. Masala nimada? Shoshilinch hissi ham bu birinchi daraja. Bu juda ham og'ir holat. Shoshilaverasiz. Umumiy kontekstni ko'rmaysiz, chuqurlasha olmaysiz hech qaysi mavzuga va sizda mana shu narsa ichingizda qaynab turadi. Keyingi masala kundalik ishlarga ulgurmaydi bunaqa inson.
Birinchi darajadagi inson kundalik ishlaga umuman ulgurmaydi. Qarab turinglar, hamma darajalarni aytib o'taman, keyin o'zingizlarnikini aniqlaysizlar. Kundalik ishlaga ulgurmaydi. Zaval bo'lib ketgan, ishlar ko'payib ketgan, birortasi ulgurilmayapti. Orzular yillar mobaynida surilib yurishi. Ya'ni to'xtamasdan surilaveradi. Orzularingiz bor, niyatlaringiz bor. Misol uchun, til o'rganmoqchisizda, har dushanbaga tashiysiz, keyinga tashiysiz, qisqasi qilmaysiz, ketaveradi. Bu birinchi daraja, bu voydod darajasi. Eng og'ir daraja, ahamiyat beringlar. Vobshe bu holatda mana ko'p odam mana shu holatda yashaydi deb o'ylayman. Bilmayman, endi foiz nisbatida ayta olmayman. No, mana shu 1 bilan 2-chi daraja primern 90% inson bo'lsa kerak. Endi ikkinchi daraja qanaqa? Ba'zida motivatsiya kelib qoladi. Ba'zida kechqurun o'tirib yoki mana shunaqa birorta dars ko'rasizda, takoy motivatsiya keladi, o'zingizdan o'zingiz turib, tam hozir men borib sindirib tashlayman, qanaqadir nimadirlarni qilib tashlayman deysizda, qanaqadir harakatni boshlaysiz. Tabiiyki ertalabgacha bu motivatsiya yo'qib ketadi. Kundalik ishlaga ulgurasiz qaysidir qismiga. Kundalik, ya'ni har kun ham yoqqa nimadir olib borib ber, bu yoqqa nimadir olib borib ber, kimgadir telefon qilib qo'y. Muammo yo'q, hamma narsa yaxshi. Ammo ikkinchi darajada maqsadlarga vaqt topib bo'lmaydi. Ya'ni maqsadingizga vaqt topa olmayapsiz, qila olmayapsiz, tushuna olmayapsiz, nima qilay, qanday qilay va hokazo. Va keyingi masala, maqsadli ishlarning katta qismi keyinga qoldiriladi. Keyinga qoldirasiz maqsadli ishlarni. Kundalik ishlarni qilaverasiz, lekin maqsadingizga nisbatan, misol uchun, til o'rganmoqchisiz, ozmoqchisiz, bilmayman, qanaqadir maqsadingiz borda, shu ishlarni keyinga qoldirish tendensiyasi bor. Bu ikkinchi daraja. Endi uchinchi daraja, bu yerda men boshlig'iman deb ataladi bu daraja. Nimaga nomi bunaqa o'zi? Ya'ni bu darajalarni muallif shu sortirovka qilganda uchinchi darajaga nimaga bunaqa nom qo'ygan? Sababi odam o'zini o'zi boshqaradi 3-darajada o'sha. Ya'ni asosiy ishlarni bitiradi bu inson, deyarli siqilmaydi, hamma narsa yaxshi, maqsadlarga nisbatan harakat qiladi, ammo 3-darajaning kamchiligi katta maqsadlar qo'yishga qiynalish kuzatiladi. Ya'ni o'zi nima olayotganini bilmasligi mumkin. Katta qanaqadir global 5 yil, 10 yillik maqsadlarni bunaqa inson odatda o'z oldiga qo'ya olmaydi. 4-daraja ongli hayot darajasi, bu yuqori darajalar. Ya'ni maqsadlaringizga tizimli erishib ketyapsiz, kelajakka strategiya qurilgan, stress yo'q umuman va hokazo. Ya'ni mana 4-darajadagi inson bo'ldi, o'z hayotingiz joyida siz katta ehtimol bilan. Hamma narsa joyida, ortiqcha siqilish yo'q, hamma narsani bajarib boryapsiz. Endi 5-daraja, super odam darajasi. Bu darajaga kelgan odamning harakatlari hamda ongli fikrlashi bir xil bo'ladi. Ya'ni 5-darajadagi inson 100% o'zini boshqaradi. Va u xayoliga nima keltirsa hayotiga ham keltira oladi. Imkoni bo'lsa bo'ldi. Ya'ni bunaqa odam xayoliga keltirdimi, ertaga 5 ta yugurish kerak, turib, bo'ldi, ertalab 5 ta turib yugurishni boshlaydi. Tushundinglar? Ya'ni mana 5 ta daraja, ya'ni voydod darajasi, dabdala siqilib o'lib ketgan, boshqa narsa vobshe ishlarni qilib bo'lmayapti. Yana kimdir bor darajasi. Ba'zida qaysidir ishlaringiz gulgurib turasiz, ba'zida motivatsiya kelib turadi, lekin umumiy maqsadlarga erisha olmayapsiz. Bu yerda men boshlig'iman, hamma narsa yaxshi, cho'tki maqsadlarga ham erishyapsiz, lekin katta qanaqadir maqsadlaringiz yo'q, qo'ya olmayapsiz. Ongli hayot darajasi hammasi zo'r, cho'tki, uzoq muddatli maqsadlar zo'r, siqilish deyarli yo'q va hokazo. Va 5-daraja super odam. Super odam darajasiga chiqib oladimi, chiqib bo'lmaydimi? Menga qorong'i. Lekin men bitta narsani bilaman, darajadan darajaga o'tish mumkin. Ya'ni bugungi o'rgatadigan usullarim sizlarga kim qaysi darajada ekan? Chatga yozib oringlar. Mana 1 2 xorijiy so'zlar haqida kecha gaplashdik, Samandar Xoliq. Kecha gaplashdik. 5-darajaga odamlar, endi 5-darajaga odamlar tam milliarderlar, daholar, masalan, avliyolar, mana shunaqa insonlar. Tushunasizlarmi? U vobshe silishga yuqori daraja. Va hokazo, ya'ni mana shu darajangizni tushunib oling. Birinchi o'rinda mana qattaligingizni tushunib oling. Xo'p, endi ikkinchi qadam, miyamizni bo'shatish. Qaranglar. Inson miyasi shunaqa bir qiyin, murakkab qurilma, koinotdagi eng murakkab qurilma deyishadi olimlar. Ya'ni ba'zilar aytadi, qora tuynuk yoki yulduz va hokazo miyadan murakkab degan tushuncha bor. Unaqa emas, ishoninglar. Juda katta murakkablikka ega. Miya bu shunaqa kuchli biokompyuter, shunaqa dahshat katta proseslar kechadi ichida. Bir koinot boshingiz ichida bor. Va sekundiga milliardlab turli xil
mikro kimyoviy reaksiyalar, fikrlar, nimadirlar bo'lib turadi. To'xtamasdan. Bilaman bu haqda o'ylamaymiz. Endi misol uchun men ishim tufayli o'ylayman, chunki men miya bilan shug'ullanaman-da. Ko'pchilik insonga o'sha farqi yo'q. Ko'pchilik inson o'ylamaydi, prosta yashaydi. Lekin sal o'ylab, sal fahm qilib ko'rsangiz, hayratlanarli darajada murakkab narsa boshingiz ichida bor-da. Dahshatli darajada murakkab narsa. Ya'ni miyani almashuvchi parametrlariga katta superkompyuterlar o'tgan yil yetib keldi. 2025-yil. Prosta tasavvur qilinglar. Ya'ni u hali miyani murakkabligini umumiy simulyatsiya qila oldi degani emas bu. Almashinuvchi parametrlar degani umumiy miya ichidagi hujayralar kommunikatsiya qilishi mumkin bo'lgan boshqa hujayralar soni nazarda tutilyapti. 2025-yilda endi yetib kelindi. Katta milliardlab, trillionlab turadigan kompyuterlar yig'ilish shu ish qila oldi. Sizni boshingizda turibdi shu narsa. Tasavvur qiling, boshingiz ichida turibdi. Endi miya o'zi nimalardan iborat? Miya, inson miyasi, qaranglar, bu ikkinchi qadam, juda ham muhim qadam. Inson miyasi neyronlardan iborat. Neyronlar 80 milliard, 100 milliardta neyronlar bo'ladi o'rtacha insonning boshida. Har xil, misol uchun sal ko'proq, kimdir sal kamroq bo'ladi. Neyron quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Bu nima deydi, dumchalari bor. Bitta hujayra, qo'pol qilib aytgan. Hali hujayra shunaqa ko'pki, mana bilmadim, tasavvur qila olasizlarmi yo'qmi? Agar ignani uchiga, mana igna odam miyasini ochib deylik, ignani miyaga bunday qilib tegizsangiz, ignani uchi 20 mingta neyronni bosadi. Shunaqa mayda narsa-da, u juda tam protsessorga o'xshaydi. Kichkina bioprotsessor, u o'ta katta maydalikka ega. Milliardlab shunaqa protsessor to'xtamasdan ishlaydi, bir-biri bilan ishlaydi. Misol uchun men prosta meni ko'rib hozir tushunish uchun ham juda katta faollik kerak-da miyani ichida. Endi bu neyronlar yana bitta hujayralar bir-biri bilan ma'lumot almashadi va mana shu ma'lumot almashadi, ikkita dumchalar bir-biriga tekkan joyini sinapslar deydi, ya'ni bog'liqlik. Misol uchun bitta hujayra boshingiz ichida ikkinchi hujayraga qanaqadir ma'lumot jo'natyapti. O'sha jo'natib bir-biriga tegayotgan joyi, ikkita hujayra bir-biriga tegayotgan joyi sinaptik bog'liqlik deydi. Sinaps deydi. Ya'ni bu hujayradan u hujayraga ma'lumot o'tish jarayoni. Endi qaranglar. Ya'ni bir dunyo ma'lumot, bir dunyo nimadirlar kasha bo'lib ketadi ko'pincha. Ishoning, men aniq ayta olaman, odamlarning katta qismi o'zini hayolini umuman boshqara olmaydi. Umuman kechasi fikrlab, nimadirlar o'ylab yotgani uchun uxla olmaydigan insonlar qanchasini taniyman. Qancha odamlar keladi darsga, qancha insonlar bitiruvga keladi, boshqaga keladi. Kechasi uxla olmayman, chunki fikrlarim ko'p silishgan, boshqara olmaydi. Bosh ichida fikrlar aylanaveradi. Shunaqa katta protsessor ichida, shu bosh ichida jarayonlar kechadi. To'xtamasdan jarayonlar kechadi va o'tgan asrda shu boshlarida bitta ayol, Bluma Zeigarnik degan ayol, bitta narsaga e'tibor bergan, ofitsiantlarning xotirasi kuchliligiga. Ya'ni u bitta oshxonaga kirgan, ko'pchilik bo'lib kirishgan, bitta ofitsiant kelgan, hammadan zakaz olgan, kimda nima, qanaqa zakaz olganda, haligi zakazlarni keyin kelib tarqatib chiqqan. Umuman yozib olmagan, eng qizig'i to'ppa-to'g'ri tarqatgan. Haligi ayol hayron qolgan. Qanaqasiga bu narsa bo'lishi mumkin? Ya'ni super xotira egasimi? U ofitsiantlar keyin borgan, bitta ofitsiant oldiga. Nima zakaz olib kelgani esingdami desa, haligi eslolmagan. Keyin miyasi chaqqan. Haligi mana shu ayol, Bluma Zeigarnik degan ayol, bu ayol o'ylaganki, to'xta degan, to'xta. Demak, menga mana ofitsiant zakaz oldi. Zakazni, ya'ni buyurtmani olib borib berdi. Buyurtma bajarildi. Bajarilgandan so'ng unutilarki. Agar mabodo buyurtmani hali olib borib bermagan bo'lsa, ofitsiant buyurtma xotirasida turaverar ekan. Va Bluma Zeigarnik o'ylagan, to'xta, demak oxirgacha bitirilmagan ishlarimiz boshimizda turaverar ekan degan. Va turli xil tadqiqotlar o'tkazgan undan keyin, studentlarga misol uchun qanaqadir matematik misollar bergan, bir qismiga misollarni oxirigacha eshittirgan, undan keyin bir haftadan so'ragan, hali misol esingizdan desa eslolmagan ko'pchilik. Qaysidir qismiga oxirigacha eshittirmaganda, prosta qo'ldan olgan, bo'ldi keyin yechasizlar degan. Bir haftadan keyin ham, bir oydan keyin ham so'rasa eslab bera olgan. Ya'ni oxirigacha bitirmagani uchun. Tushunasizlarmi? Ya'ni mana shu matematik tadqiqot o'tkazgan, qiziqarli tadqiqot, yana qayta o'tkazgan boshqa qilganda va bu narsani hozirgi kunda mana shu ayol ismiga qo'yib Zeigarnik effekti deydi. Zeigarnik effekti. Bu nima degani? Bu degani siz bitirishga ulgurmagan ishingiz boshingiz ichida, miyangiz ichida sinaptik duga bo'lib turadi.
Ya'ni boshingiz ichida aylanib yuraveradi, hech qayerga ketmaydi, chiqib keta olmaydi. Kechasi uyqungizga tinch bermaydi, diqqatingizni yig'a olmaysiz, nimadir o'rganish jarayonida kerak emas narsani o'ylab o'tiraverasiz. Kerak emas narsani o'ylab o'tiraverasiz. Tushunyapsizlarmi? Mana shu boshimiz ichida aylanadigan kerak emas. Endi ya'ni miyamizda aylanadigan har bitta fikr, ahamiyat beringlar, energiyani oladi, energiyani ishlatadi. Ya'ni men sizlarga bitta narsani точно ayta olaman. Dangasalikni yengish bu muvozanat saqlashga o'xshaydi. Muvozanat saqlashga o'xshaydi. Mana misol uchun dorda ketyapman-da, men bu yoqqa tushib ketayotgan bo'lsam, bu yoqqa men sal bundayroq qilaman, to'g'rimi? Bu yoqqa tushib ketayotgan bo'lsam, sal bunday qarab, muvozanat saqlayman. Agar muvozanat saqlashimga xalaqit beruvchi narsalar ko'p bo'lsa, haligi dor qimillasa to'xtamasdan, shamol bo'lsa, men qiyin bo'ladi muvozanat saqlashim. Dangasalik bilan intizom ham shunaqa. Bu muvozanat. Har kun nimadir qilib, bir chekkadan ketish. U yoqqa og'ib ketgisi keladi, qilgisi kelmay qoladi. Bu yoqqa og'ib ketgisi keladi, lekin siz ushlab qolyapsiz. Va hokazo. Bu energiya talab qiladi. Ya'ni dangasalikni yengish uchun bizga energiya kerak. Mana bu fikrlar kerak emas fikrlar energiyani oladi. Men точно ayta olaman. Hurmatli ishtirokchilar, boshingizdagi kerak emas ortiqcha fikrlardan qutulmas ekansiz. Sizga yo'l yopiq nimadir o'rganishga yoki nimanidir chuqur o'rganishga desam to'g'riroq bo'ladi. Tako yuzaki o'rgana olasiz любой narsani, lekin chuqur o'rgana olmaysiz, kirisha olmaysiz. Bu narsa imkonsiz. Imkonsiz. Insonlarning eng katta muammosi bu ortiqcha fikr. Men buni eslab qolishni boshlaganimda tushunganman. Menga rosa katta xalaqit bergan. Men o'ylaganmanki, Davron deganman, boshing musorga to'la ekan san degan. Sani boshing degan o'zimga o'zim musorga to'la. Nimalarni o'ylab yotibsan sen? Men bu dars qilish o'rniga yoki deylik, men buni o'rganish o'rniga nimadir fikrlarda boshim ichida. Kerak emas umuman qanaqadir bir ishga taalluqli joyi bo'lmagan fikrlar. Ya'ni asosiy masala men sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan narsam, dangasalikni yengish uchun energiyani tejashni o'rganishimiz kerak. Miyamizni tejashni o'rganishimiz kerak. Qattaga kerak emas, вообще bir daxli hech narsaga daxli yo'q bir narsalarni o'ylarib. Yana bir marta mana misol uchun mani yo'nalishimni oladigan bo'lsak, mani yo'nalishimda odam natijaga erishishini asosiy faktori bu kerak emas fikrlardan qutula olishi. Kerak emas fikri bormi, u geniymi, peniymi, u bir tiyin. Hech qachon normal natija qila olmaydi. Umuman iloji, chunki u o'ylayveradi nimadirlar. Xo'p, endi bitta zo'r usuli bor. Men o'zim uchun bu usul juda ko'p qo'llardim. Oq qog'oz usuli. Har kun yotishdan oldin bitta mana bunaqa oq list olasiz. Oddiy oq list, oddiy bitta ruchka va timer qo'yib qo'yasiz. Misol uchun ish cho'zilib ketmasligi uchun deylik, 5 minutgami, 10 minutgami farqi, o'zingizga nima qulay bo'lsa, bitta bosasizda yozasiz. Tak, nima ishlarim qolib ketdi? Bugun nima ishlarim qolib ketdi? Ro'yxat qilib yozasiz. Buni qilmadim. Ertaga nima ishlarim bor qiladigan? Bu. Qanaqa g'oyalarim bor? Bu. Yana qanaqa fikrlar bor boshimda? To есть nima yozaverasiz. Misol uchun mana boshda ham ishlab g'oyalar, keyingi listga deylik, umuman boshingizga aylanadigan g'alati narsalarni yozib olasiz. Mana shu narsa очистка кэша deydi, ya'ni boshingizdagi musorni bu yoqqa to'kasiz qaysidir qismini. Srazu yengil bo'lib qolib, boshingiz bo'shab qolmaydi. Sal dunyoga real qarashni o'rganaylik. Menda bunaqa juda ajoyib case bo'lgan. Neyronda o'quv markazida ishlayotganimda bitta okaga yoshi katta, normal joyda ishlaydigan inson haqida gap ketyapti. Men diqqatni rivojlantirish uchun bitta mashq o'rgatganman. Oradan bir kun o'tgan, ya'ni misol uchun dushanba dars bo'lsa, chorshanba kelganda Davronni mashq ishlamas ekanda. Qanday bildingiz desam, mana men kecha avval kun qildim, bo'lmadi, diqqatim rivojlanmadi deydi. Tavba qildim, endi jinni bo'lib qolganmisizlar sizlar. Haligi cho'tta fitnessmanga natija bermadi, birinchi hafta chiqib ketmaysiz. U qanchadir vaqt kerak unga, men o'zgarish kerak, ko'nikish kerak desam, unaqami deydi. Shunaqa, hamma narsa shunaqa-yu. Qanday boshqacha? Qanaqa boshqacha bo'lishi mumkin? Boshqacha bo'lishi mumkinmi? Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ya'ni mana shu mashqni bajarganingiz sari boshingizni bo'shatishingiz osonroq bo'ladi. Tushunasizlarmi? Ya'ni masala shunda. Men har kun trenovkadan oldin, uxlashdan oldin qilardim bu narsani. Ya'ni trenovkadan oldin, shug'ullanishdan oldin nimadir fikrlarim bo'lsa yozib olardim, prosta olib qo'yardim. Trenovkani davom ettirardim. Sekin-sekin men o'zim miyamni polностью bo'shatishga muvaffaq bo'lganman. Ya'ni masala nimada? Bu yerda mana bizda misol uchun professional darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz, eslab qolishda subvocalization degan narsa bu, ichki dialog. Uni butunlay yo'q qilsa bo'ladi. Lekin unga yillar kerak, ochiq aytaman.
Oh, bu nima bilan solishtirishni ham bilmayman-da. Shunaqa chuvstvoki va mana shu subvokalizatsiyani yo'qotishga, ichki dialogni yo'qotishga birinchi qadam fikrlaringizni tashqariga yozishni o'rganish. Miyangiz ichida saqlamay qo'yadi keyinchalik. Kerak emas narsani, ma'lumot haqida gap ketmayapti. O'ziga kerak bo'lmagan narsani bu yoqqa olib chiqib tashaverasiz keyinchalik. Qog'oz usuli deydi mana shu narsani. Men juda ham yaxshi ko'raman bu usulni. Tushunarli bo'ldimi? Ikkini bosib yuboringlar. Tushunarli bo'ldimi? Ikkini bosib yuboringlar. Hop. Endi davom etamiz. Uchinchi qadam mindset va uni to'g'irlash. Mindset juda ham muhim narsa. Men amin bo'lganman shu narsaga. Men tushunganman. Nima deydi? Mindset nima o'zi? Keldi shundan boshlaylik. Mindset bu dunyoni qabul qilish. Dunyoni qabul qilish jarayoni. Ya'ni mana dunyo qarashim bor, qanaqadir e'tiqodim bor, qanaqadir ishongan narsalarim bor, to'g'rimi? O'sha orqali dunyoni qabul qilaman. Dunyoni boricha ko'rmayman. Dunyoni boricha ko'raman deb o'ylasangiz, katta ehtimol bilan bu ham illyuziya. Siz dunyoni qadriyatlaringiz orqali ko'rasiz. Sizda qanaqadir ochki bor, siz ishongan, to'g'ri deb bilgan narsangiz, o'sha orqali, ya'ni dunyoda nimadir sodir bo'lyapti. Misol uchun men qaysidir gapiryapman hozir. Sizni qadriyatingizga to'g'ri kelsa qabul qilasiz, to'g'ri kelmasa chopasiz sirasi. Mana shu narsa mindset. Mindset bu atrofda bo'layotgan narsaga nisbatan reaksiya. Atrofingizda, hayotingizda bo'layotgan narsalarga nisbatan sizni reaksiyangiz. Endi bitta zo'r hikoya bor, mindset nimaligini tushunib olishingiz uchun. Bitta oila, yangi oila, kelin-kuyov, er va xotin bitta uyga ko'chib kelishibdi. Kvartiraga ko'chib kelishgan. Eri gazeta o'qib o'tirgan ekan, anaqada, kuxnyada, oshxonada. Gazeta o'qib o'tirsa, haligi kelincha chiqibdi ertalab. Keyin ne qarasa qo'shnisi, ro'parasidagi domdagi qo'shnisi kirilayotgan ekan. Kirilida dog'lar nimadirlar bor-da. Keyin eriga aytibdi, qarang debdi, xo'jayin debdi, ana kir yuvishni bilmasa ekan qo'shnimiz. Kir yuvishni bilmasa ekan, tam kirida dog'lar bor, va hokazo debdi. Ertasi kuni ham shunaqa qilibdi. Ya'ni ertasi kuni chiqibdi, eri gazeta o'qib o'tirgan, haligi choy-poy damlash jarayonida qarasa yana qo'shnisi kirilyapti, kulibdi haligi ayol. Va kir yuvishni bilmaydi, men toza yuvaman deb o'zini maqtabdi. Bir hafta shu narsa takrorlanibdi. Bir haftadan keyin ertalab haligi kelincha chiqibdi ertalab. Chiqsa, qo'shnisi kirilyapti, kirli toza. Keyin eriga qarab aytibdiki, "Ya, uni kir yuvishni o'rganmoqda yoki mashinka olgan menimcha" desa, eri aytibdi, "Yo'q" debdi. "Men prosta ertalab turib, oynani artib qo'ydim" debdi. Ya'ni bir hafta mobaynida haligi kelincha oynadagi dog'larni ko'rib kelgan. Haligi kirdagi dog'larni emasda. Mana shu mindset. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu mana shu narsani mindset deydi. Ya'ni siz dunyo qarashingiz orqali nimanigadir baho berish. Endi mindsetlar har xil bo'ladi. Natija uchun juda ham yomon mindsetlar bor. Men hech qachon bunaqa insonlarni deylik o'zimni kurslarimda yoki meni shogirdim safida ko'rish xohlamayman va bu insonlar noluvchilar. Bu odamga yordam berib bo'lmaydi. Men точно aytayman, men aniq ayta olaman sizlarga. Noluvchi fikrlash bilan shakllangan inson bu dunyoda hech narsaga yetisha olmaydi. Umuman polniy hamma eshiklar yopiq. Qanaqa bo'ladi noluvchilar? Qanaqa shakldagi insonlar bo'ladi? Bu insonlar shunaqa insonlarki, bu insonlarga til o'rgatasan. Mana bu insonlarga kelinglar misol uchun mana sportdan olaylik. Bunaqa insonlar olasan. Men sizlarga bitta zo'r insight aytib beraman. Menga Ahad aka aytib berganlar. Ahad aka bilasizlar, fitness trener Xudoyorov. Bir kishi ustilarni yozib yuboribdi. Bir 2 yillarmi, 1 yillar oldin bo'lgan voqea. Nimaga yozib yuborgan ustida? Kelgan Ahad akani oldiga shug'ullangan, qarchi biceps mushagiga ishlagan, mana bu qo'l oldiga ishlaganda, uyga borgan, qo'li og'rigan, qo'li bukilmagan. Qattiq ishlar olsa, shu to'rkom bunday bukilmaydi, bunday buka olmaysiz, og'riydi mana bu joy. Og'rigan, onasi keyin kelib ariza yozib yuborgan ustiga. Tasavvur qiling, mushak og'rigani uchun, voy qo'lini nimadir qilib qo'ydik. U sportda mushak og'riydi deb tushuntirsa, o'zi ana xodimlar ham, militsiya xodimlari ham kulgan o'zi holatga qarab. Lekin tasavvur mana shu inson oluvchi.
Ya'ni fitnessga chiqsa, bu inson aytadi, "Voy, qo'lim og'riyapti, belim og'riyapti, terilar ekanman, og'ir ko'tarish kerak ekan, unaqa qilish kerak ekan, bunaqa qilish kerak ekan." Xuddi shuni oluvchi insonga til o'rgatasiz, "Voy, grammatikani yodlashim kerak ekan, qiyin ekan, vaqt ajratishim kerak ekan." Mana shu insonni oluvchi inson. Bu inson ishoning, bu inson hech qachon hech narsaga erisha olmaydi. Hech qachon hech kim bu insonga yordam bera olmaydi. Tamom, bu odam bo'ldi, u tirik murda. Bu prosta bor u inson, mavjud xolos. Nima deysiz? Sabzavot u. Tushundingizmi? Sabzavot. Bo'ldi, odam emas u. U odam faqat noliydi. U hech qanaqa jarayonda o'rnidan tura olmaydi. Hech qanaqa bunday nimadir turib, prosta mana turib nimadir qil desangiz ham, yo'q, unga qiyin. Voy, turishim kerak. Voy, nima qilishim kerak? Mana shunaqa insonlar. Mana noluvchi inson bu ham mindsetda. Real hayotda bu mana shunaqa miyasiga o'rnab qolgan shunaqa nolish. Bo'ldi, bu insonni hech qanaqasiga o'zi qutqara olmaysiz-da. Keyingi odamlar juda ham yomon og'ir holatdagi insonlar, bular ham o'xshamayapti degan insonlar. Bu odamlar bir marta qilib ko'radi, ikki marta qilib ko'radi, shu tomonda o'xshamayapti deydi, ketdi, tashlab ketaveradi. Oqibatda hech narsani oxirigacha o'rgana olmaydi. Nimaga o'rgana olmaydi hech narsani oxirigacha? Sababi nimanidir oxirigacha o'rganish uchun bir yoki ikki martada o'xshamaydi hech narsa. 100 martada o'xshaydi, 200 martada o'xshaydi ko'p narsalar. Tushunasizmi? 1000 martada o'xshashi mumkin nimadir. Qaysidir jarayon, qaysidir o'rganmoqchi bo'lgan narsangizni 1000-chi marta o'xshatasiz. Keyin o'xshashni boshlaydi. Bu odam mana shunaqa mindsetda fikrlash mana shunaqa bo'lgan inson nima qiladi? Bitta qiladi, ikkita qiladi, o'xshamadim, chopadi, bo'ldi, ketdi, dalish. Va hokazo. Va bunaqa insonlar ham hech narsani o'rgana olmaydi. Bu noluvchilar darajasida emas bular. Bularga hali yordam bersa bo'ladi deb hisoblayman. Bu holatda bo'lsa ham qiyin. Bitta qildi, ikkita qildi, o'xshamadi. Cho'ta menga emas ekan dedi, ketdi, chopdi hamma joy. Endi natija uchun eng kuchli mindset sizlarga aytib o'taman. Natija uchun eng kuchli mindsetni aytib o'taman. Mana shunaqa mindsetda, mana shunaqa dunyoqarashdagi insonlar любой narsaga qodir deb hisoblayman. Ya'ni jismoniy imkoni bor, men mo'jiza haqida gapirmayapman. Imkoni bor, istalgan narsani qila oladi deb hisoblayman va bunaqa insonlar men pozitiv befarqlar deyman. Pozitiv befarq inson qanaqa bo'ladi? Qarab turinglar. Pozitiv befarq inson kerakli narsaga ahamiyat beradi. Ya'ni misol uchun, qarab turing, mana misol uchun. Mana shu 3 ta inson nimasligiga farqlab beraman. Noluvchi,